Xudo xavasim keldi lekin. Rahmat o'rtoq. Yaxshilar bo'yga qilaman, xudo xohlasa. Bola yaxshiliklar, nima gap? Yaxshi. Iltimos chiqib qoldi bola. 1 million so'm bo'lsa, bermaylar. Olyolarni qaytarib beraman. Ertalab so'raganingni ham Noni? Xudo nechta pul kerak edi? 1 million so'm. Yer men berib turaman, aringdan pul bor edi. O'rtog'im, jigarim, do'stim deyishadi o'zlaricha. Boshingga ish tushganida chinman deb yurgan do'stlaring qochmasin ekan. O'zi do'stni do'st ekanligini ishing tushganda bilarkansan.